Assalomu alaykum do'stlar, akalar. Sizlar bilan birgalikda men Behushbek Game va bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda albatta Robbery Bob degan kanalimda hali bu o'yinni birinchi qism videosiga xush kelibsiz. Hali umuman video olmaganman bu o'yinda, shuning uchun birinchi qismda olman. Robbery Bob degan o'yinga xush kelibsiz. Bu o'yinni taniganlar bo'lsa, bu video siz uchun, tanimaganlar bo'lsa shu videoda tanib olasiz degan umiddamiz. O'yin haqida qisqacha, ya'ni Bob degan o'g'ri bo'ladi, u qamoqqa tushgan bo'ladi. Chapter 1da. Chapter 2si ham bor buni. Bo'lay. Mana Bob degan o'g'ri qamoqda o'tiribdi. Bittasi yordam beradi unga. U keyin qochib chiqadi. Mana qochib chiqqandan keyin bitta maymunaka odam qutqarganini minnat qiladi-da, keyin qutqargani uchun pul oladi. Bu Bob degan qahramonimiz, bosh qahramonimiz esa u pullarni to'lash kerak, shuning uchun pul yo'q, hali endi chiqdi. Shuning uchun yana o'g'irlik qilishga majbur. Mana birinchi nimani bajardik. Hech kimi yo'q, kichik uy. Pulni oldik-da, chiqib ketdik. Xo'sh. Mamlakat shartlari ham bor. Perfect bo'ladi. Barcha shartni bajarsanglar, ya'ni mana birinchisi militsiya rasmi turgani hech qaysi odamning ko'ziga ko'rinmaslik. Keyin ikkinchisi esa vaqt, bu hamma tushunib turgandek, vaqtida chiqib ketish, kech qolib ketmaslik. Keyin oxirgisi bilmaganlar uchun pullarni oxirigacha olib chiqib ketish. Ya'ni bitta qoza ham bo'lmaydi. Perfect hisoblanmaydi. Va bizda ikkinchi bosqichga keldik. Bu sal kattaroq, ammo hech qanaqa odam yashamaydi. Mana pullarni uxlatib ketyapmiz. Mana xaltachada ko'ryapsizlar. Xaltacha to'layapti. Va oxirgi narsa va oldik. Qochdik, ammo uyda hech kim yo'q, shuning uchun qochmasdan bemalol chiqib ketsak ham bo'ladi. Ammo vaqtga ulgurish kerak. Va perfect. Barcha shartlarni bajardik. Va bu bosqichda endi sal qiyinroq odamlar bo'ladi. Hozir ko'rasizlar. Mana kampir menga eng yoqmaydigan nimalardan biri, personajlardan. Bu o'yinni kim yaxshi ko'radi? Yaxshi ko'rganlar bo'lsa, bu video siz uchun. Agar endi ko'rib turganlar bo'lsa, bu o'yinni o'ynab ko'rishingizni maslahat beraman. Juda ham zo'r o'yin. Sodda, ammo tushunarli va zo'r. Mana bitta hech narsa yo'qmi? Yo'q, kampir chiqyapti, yashirinlik. Yashirinamiz. Qayerga ketadi? Tutib oldi. Mayli. Keyin ikkinchi marta imkoniyat bor. Do'stlar, akalar, videoni oxirigacha ko'rib like bosing va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizni bu videoda birinchi ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'ling. Keyin yana videoni oxirigacha ko'rib video haqida o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. Bu uchta narsa biz uchun juda ham muhim. O'zingiz uchun muhim narsa ham bor, ya'ni qo'ng'iroqcha tugmasi. Qo'ng'iroqchani bossanglar, meni shu kanalda chiqargan videoyim birinchilardan bo'lib oldingizdan chiqadi. Va kommentga bemalol men birinchi degan gapni yozib ketsangiz bo'ladi. Va kampir ko'rib qolmasin. Uddaladik. Va lekin kampir keladi-yu botga. Vaqtni tezlashtiramiz, ko'rib qolmaydimi? Asta-sekinlik bilan chiqib ketamiz. Eshikni yopib qo'ymoqchi bo'ldi va xaltacha to'ldi. Menimcha shartlarni hammasini bajardik. Shartlarni hammasini bajardikmi? Ha, ozgina qolibdi-yu.
Ammo lekin bajardik. Yaxshiyam kecha qolmabmiz. Perfect yana. Boyagi so'z shu o'yinni o'ynab ko'rishingizni tavsiya beraman. Easy peasy deb nomlanadigan men bu o'yin, men bu level. Lekin bu easy peasy'ga o'xshamayapti-da. Ha, mayli, o'chga harakat qo'yamiz. Asosiysi siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Bu yerda hech narsa yo'q. Men bitta yashansa bo'ladi ekan. Masalan, olaylik. Ko'rib qolmasin kampir, qochdik. Do'stlar, video menimcha juda ham qiziq bo'lib boryapti. Mayli, gapirmay turaman, men o'yinning o'zini ovozini eshitinglar. Ikkinchi tomondan ham chiqib ketsak bo'ladi ekan va bu ishni tutarlik. 10 sekund qolibdi-yu. O'zi qiylashib boryapti ekan. Va making noise dedi. Ya'ni noise degan shovqin, making degan esa yaratish, yasash, shunaqa hosil qilish. Men bloklarni qaranglar, mana shu joy voshcha prikol, mana qaranglar. Oldida kelamiz, lekin bilmaydilar. Voshcha lo'qlar. Bu menimcha bolalarning xonasi. Kampir eshitib qoldi. Qari odamda nima bo'lmaydimi? Va chichvordik. Men kampirni qaranglar. Pul ishlatmaymiz, hali endi keldik-ku. Qayerdan boshlaymiz? Do'stlar, kanalga obuna bo'lmaganlarni, ya'ni videoga like bosmaganlaringni oqibatdan shunaqa bo'lyapti. Iltimos like bosib qo'yinglar yoki kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz bo'lib qo'yinglar. Ovoz chiqarmasligimiz kerak. Qari kampirda ham mana shunaqa ovoz eshitish qobiliyati bo'lsa bilmadim, lekin yoshlarni. Lekin yoshlarni boya ko'rdik, lo'q ekan. Yonida o'tib ketsam hech narsa demadi, ammo kampir ham lo'q ekan ozgina, prosta. Va milisan qaranglar. Bir joyga qaramaydim bu. Va chiqib ketdik. Yutdik. Buni ham yorib yubordik. Perfect yana. Super villain dedi. Ya'ni super dushman. Wow. Lekin sal qiyinroq bo'ladiganga o'xshaydi. Davay, darrov vaqt nima qilish kerak? Men qaranglar. Ko'rib qoldim. Qani militsiya? Kel, ur. Qayerdan boshlaymiz? Bo'lmasa kelar, perfect bo'lmaydi. Odamning ko'ziga ko'rinib qo'ydik-ku. U yerda nimani rasm tursa ham, militsiya rasm tursa ham baribir odamning ko'ziga ko'rinsanglar bo'ldi. Va biz kirib oldik, xaltacha ham to'lyapti. Sekinlik bilan odamni amakichani o'tib ketishi ham mana kelyapti. Yaxshiyam mana shu narsa bor. Kelayotganda tochka, nuqtachalar qip-qizil bo'lib yonadi. Shunchalik yovuzmi bu? Biz o'g'irlaydigan uylarimiz. Menimcha super villain deb mana shu odamni aytyapti, chunki bu menimcha bu nimani dushmani? Bizni bosh qahramonimiz Bobni mana shu oila dushmani. Mayli, sal gapirmay turaman, videodan bahramand bo'linglar. Va men ko'p qolmaydimi? Yo'q. Lo'q, shunda ham sezmadi. Voy be. Shunda nima? Qayerda o'ynaymiz akalar? Vaqtdan yutkazibmiz-ku. Davay. Perfect qilishga harakat qilamiz barchasini. Davay, shoshilish kerak endi. Ma darrov tashimiz, darrov, speedrun. Alloh.
Darut oldik. Asosiy boylikni oldik. Va menimcha tezroq bo'lyapmiz. Menimcha vaqtni o'tkazmaymiz. Kamida 40 sekund bo'ldi desak bo'ladi. Va ana ulug' ko'rmadi. Da 53 sekund bo'ldi. Perfect. Bobin Box Studio. O qanaqa bu? Bu quti ichida deydi. Quti ichiga qanaqa tushib qoladi? Odam bor ekan-ku. Sezmay kirib ketaveribman. Katta xolam uyimda. Katta xolam uyida. You can use SMS hiding dedi. Bosdim. Yashirindik. Akalar, yashirinsa bo'lar ekan. Bu qanday dahshatli. Sezmaydiman u. Men bu ovozni yaxshi eshitadigan, shuning uchun sal ehtiyotkorlik bilan nima qilamiz? Bo'lay, tog'a bo'ling. Menimcha da oxirgacha bo'pti-yu. Bu osonroq bo'ldi chunki anu xaltani ichiga qanday qilib yashirinishni o'rgatdi menimcha. Bu nimasi bilan bizga o'yin. Menimcha keyingi nimalar levellarda xaltani yoki boshqa narsalarni ham ichiga yashirinamiz. Xaltani debman, qutichani. Bu nima? Wow! Voshsha katta uy-ku, qanaqa bo'taman? Mayli, o'tishga harakat qilaman. Darrov kiramiz, darrov speedrun. Davay. Militsiya ketyapti, lo'q yordamgidek ko'rmadi. Sekin, men bu eshikni yopaylik. Bo'lmasa u eshikning ortidan boradi. Vaqtni cho'zib. Bo'lay, militsiya tog'a. Va yordamgidek lo'qga o'xshab ko'rmadi. Sekinlikcha, wow! Oldik. Keyin asta sekinlik bilan chiqib ketishga harakat qilamiz. Bo'lay, tog'a. Bu menimcha oson bo'ldi. Ana odamlar yashirinib Brestga bitta xonadagi narsani oldik, bo'ldi. Paperwork. Perfect, yana. The White Seagull deydi. Seagull degan nima edi? Mayli, nimaligiga tupurib qo'ygan joyim bor. 1 2 deydi. 2. Ha, nima? Buni? Ha, tushundim. Men buni lo'q qilib keyin bu yoqqa o'tganda reysga nima qilib? Da, tushundim. Buni tushunish uchun IQ'si baland bo'lish kerak. IQ'si baland odamlar esa bu yarimi meni obunachilarim. Boringlarga shukr akalar. Dar 2000 taga ozgina qoldi. Shu 2000 taga kamper esib qoldi. 2000 ta obunachi darrov to'plab olsak. Mayli ushlang. 150 ming to'laymizmi? Davay to'laymiz. Yutdik-ku zato, nima? Darrov chiqib ketdik. Davay yana lo'q qilamiz. Bu kampirni o'zi qorovullik qilsa bo'ladi ekanda, men bu lo'qdan ko'ra. Kampirni o'zi darrov eshitdi, ko'rdinglarmi? Ana qorovul bitta ham ko'rgan ham yo'q. Perfect. Key to her heart. Nima anu uning yuragida kalit deydimi? Nima? Bilmadim. Menimcha qizni ayol kishini aytyapti, chunki her degan nima? Ayol kishiga nisbatan ishlatiladi. Sekingina o'tamiz. Yana lo'qga o'xshab ko'rmadi. Baribir ko'rmadi. Va birinchi marta menimcha kilitni ishlatdik.
Kalit. Xorazmcha so'zlab qo'ydim. So'zlab qo'ydim. Yana xorazmcha so'zlab qo'ydim. Va o'tdik. Juda ham oson bo'ldi. Yana perfect. Do'stlar, video yoqyaptimi? Albatta videoni oxirigacha ko'rib kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Movers and shakers. Katta yuk bu. Katta darvozani ochib kirdik. Eshiklarni ham ochiq qoldiryapmiz. Bu sal g'alatiroq emasmi? Ya'ni metroda tug'ilmaganmiz biz. Va buni lock qila olamizmi? Boyagidek va lock qildik. Sekin ochib ketamiz. Menimcha ana u qorovul debman, militsiyani ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Bunimi? Hech nima yo'q-ku. Yo'qotilgan nimalar deydi. Marbles nima edi? Marjonlarmi? Bilmayman, qarochi. Bo'lay. Men bu qachok militsiyaga qaraylar. Vashcha zo'r bir deganda urib pachog'ingni chiqaradi menimcha. Qanaqa ketamiz? Yo, yana yashirinadigan joy ninja. Boya aytdim-ku, Bobin Box degan qismida. Boshqa joylarga ham yashirinsa bo'ladi deb. Buni ochdik, lock qilib yana painting banana dedi. Nima? Banana rasmini chizganni shunchalik qimmatmi? Bizni o'g'irlashimiz shartmi? Eshikni ochiq qoldirdik-ku. Hardamgidek keldi. Vaqtdan o'tkazdikmi deyman-da. Bo'lay bu. Bot deyishim. Do'stlar, uzr, bok deb qo'yibman. Bot deganni. Yana lock qilamiz. Sekin ketamiz, ammo aniq vaqtdan yutqizganimiz aniq. Shundaymi? Yo'q, yutqizmabmiz. 2 minut 30 sekund beriladigan, biz pashti 2 minut o'tibmiz. Bu biz best friend. Ya'ni Bobning jigari, Bobning nimasi, eng zo'r do'sti degan ma'noni bildiradi. Bilmaganlar uchun ingliz tilini yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, men ham ingliz tilini yaxshi ko'raman. Va mana bumi? Bobning eng yaxshi nimasi. Bu lekin sotqin ekanda. Ya'ni biz yovuzimiz ekan-u. Bechora itchani, kuchukchani xafa qildik-ku. Mayli, u kuchukkan tupurib qo'ygan joyim bu sotqin. Chunki u sotqin nima qiladi-da? Vovullab turgan paytda uyni egasi kelib qoladi, keyin yondik. Bu yerni ochsa bilan va ochdik, ketdik. Bobni eng yaxshi do'stini tashlab ketdik. Ammo zato pullarni oldik. Men yozman. O'sha oxiriga ham ozgina family xo'sh. Biz men Bobni eng yaxshi do'sti bu yerdan bor ekan. Bizni sotqin. Qayerdan o'ynaylik? Anu kelib qoladi. Iltimos, baqirma. Yo'qol, itvachcha. Tualetning ichiga ham yashirinsa bo'ladi. Hech nima yo'q. Ya'ni to'zoyga kelib qopmiz. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Men bu loq hardamgidek sezmaydi. Endi tushundim. Eshik tarafga qaraganda riski nima qilishimiz kerak. Va loqlarga o'xshab yana sezmadi. Bu yerda yana boyliklarga ko'zim tushdi, adashmasam. Ninja. Yo'qolay.
perfect yani. Barchasini perfect qildik. Perfect. Shu 20 minut bo'libdi video otganimga. Do'stlar, mana videoning oxiriga ham kelib qoldik. Agar video yoqayotgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar o'z fikrlaringizni, yoqmagan joylarini yoki yoqqan joylarini. Bu videoning ikkinchi qismini yana chiqaraymi yoki yo'q? Buni yozib qoldiringlar. Mana ichiga yashirinamiz. Sekin o qochoqni lo'q qilib, bitta rasmni o'g'irlab ketamiz. O ikkita egizak lo'qlar u. Eshikni yopib kiraylik. Uf! Yashirinib oldik. Bu yerni shu yerda xato qildim. Mayli, pul to'laymiz, puldan muammo yo'q. Anu ham kelyapti. Eshik ochiq qoldi-yu. Da, eshikni ochib qoldirding. Biz hech narsa qilganimiz yo'q, do'stlar, shunaqami? Siniq o'yinchoq. Bo'ldim, tugadim mana shu. Uyning oxiri shumi? Ammo lekin kim uyi bo'lsam, militsiyalarni uyiga o'xshatib qo'ygan. Chunki har bir xonada militsiya. Pashti. Juda ham ko'p boylikni yashiradi menimcha. Keyin biz qayerga yashirinamiz? Men bitta yashirinsa bo'ladimi? Darrowmi? Bu yashirinishga vaqt yetmaydi deb o'ylayman. Agar real hayotda bo'lganda, eshik ochiq qoldi deydi. Da, eshikni ochiq qoldirdim seni. Juda ham ko'p narsa bor ekan. Ko'rib qolmasan, qochoqbek, qochoqboy. Ko'rib qolmasin, iltimos. Mayli, pul to'laymiz. Do'stlar, g'irromchilik qilayotganim uzr, ammo bu ham o'yinning bir qismida. Shunchalik joydan o'tib, yana qaytadan boshlash sizlarga oson deb o'ylaysizlarmi? Va bu lo'qni ham lo'q qilish qo'limizdan keladimi? Va bo'lay. Va qo'limizdan keldi. Qayerdan chiqib ketamiz? Ana eshik yonidan chiqib ketamizmi? Mana bu ikkita opasning nimalari bordi. Yo'q! Men bu kelyapti ekan. Ko'p qoldi. Mayli, menga farqi yo'q. Pul to'layman, puldan muammo yo'q. Makonni sherni ko'ryapsizlar. Mayli, menga farqi yo'q. Pul to'layman, puldan muammo yo'q. Ko'rdinglarmi? Sher ham to'qib olaman. Bu o'yin o'ynagandan keyin shoir bo'lib ketish hammaga emas. Shuning uchun buni bo'lib qo'yinglar. Settle the score. Biz do'stimiz, come on. I can't be tricked me like that. Trick degan nima edi? Ana do'stimiz qani bizni? Kirganimizdan bittasi kelyapti. Kim u? Do'stim. Nima gap? Nima urib ketamizni? Endi tushundim, men trick deganiga. Meni aldadi demoqchi menimcha. Mayli, aldagan bo'lsa o'ziga, sotqinlarni men yomon ko'raman. Ammo lekin unga oxirgacha pul to'lamagandik-ku. Nima keldiydi bizni? O'ziga qiyin bo'ldi. Mayli, bunga tufurgan bor, men bilan olib chiqamiz. Darrov, davay, speedrun. Darrov sizadi ekan anu. Yurishiga qaranglar, yurishiga. Qanaqa qilib yuradi? Sekin chiqib ketdi. Bu joyda ham biror narsa bormi? Biz qayerga kelsak shu yerga keladim bu. Yashirinib oldim. Menimcha qayerdan chiqib ketishni bildim. Ketdimi?
Ketdi mana u botbatcha. Ye kelyapti. Bo'lay. Sekin ketamiz. Hello, is this police? Nima? Yo'q, bu yerda nima qilyapti? Qochdik. Ya qulab ketdimi? Menimcha barcha narsani oldik. Ye, militsiyalarmi? Yo, militsiyani uribdi. Militsiyalarni urib tashladi. Yo, mayli. Sotqinlarni biz kechirmaymiz va perfect. Shu yerda ham perfect. Menimcha qiyin bo'ldi deb o'ylayman. Iydi. Nimani qo'lga olibdilar u. Chapter complete, ya'ni tugadi. Bajardik. Ikkinchi chapterni o'ynagim bor, ammo bu videoga yetarli deb o'ylayman. Do'stlar, agar videoni shu joyiga ko'rgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Albatta, video yoqqan bo'lsa, like bosib, video tagiga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. Agar bu kanal sizga manzur bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni ham unutmang. Barchangizga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Xayr.